Yaqin insonimizning ahvoli yomon bo'lganida biz unga yordam bera olmasak, ko'pincha bitta xatoga yo'l qo'yamiz. Yo og'riq haqida gapirmaymiz yoki bularning barchasi bekorga emas yoki hammasi yaxshi bo'ladi kabi quruq gaplarni gapiramiz. Balki haqiqatdan shundaydir, lekin bu gaplar tasalli bermasa kerak. Havoriy Pavlus biz Xudoga iltijo qilganimizda, u bizga qanday tasalli bersa, biz ham boshqalarga shunday tasalli berishimiz kerakligi haqida yozgan. Azob chekayotgan insonning yonida bo'ling va shunchaki tinglang. Ahvoli og'ir odamdan xabar oling. Darhol biror narsani tuzatishga harakat qilmang. Odam qachon shunchaki dardi bilan bo'lishini istayaptimi yoki maslahat so'rayaptimi? Buning farqiga boring. Tasalli amaliy bo'lishi kerak. Shunda u yengillik keltiradi. So'zlar esa o'ylab aytilgan va samimiy bo'lishi kerak. Ba'zida tasalli berishning eng yaxshi usuli birga kulish yoki yig'lashdir. Ba'zan esa shunchaki jim turish. Bugun tasalliga muhtoj bo'lgan biror insonni bilasizmi?